kitobxon respublika tanlovining navbatdagi mavsumi o'z nihoyasiga yetdi. Tanlovda uchala yosh qatorda ham qizlarimiz o'rin egallaganligi barchamizni quvontirdi. Kameraga qaraymiz. 1, 2, 3. Hammamiz hayajondamiz. Birinchi o'rin g'olibi 10-14 yosh toifasida Prezident sovrini Dilbarxon Haydarova, O'g'ilchirin Xaldirdiyeva, Maftuna Ochilova 20-30 yosh toifasida birinchi o'rin g'olibasi. Siz yoshlarning sevimli tashkilotingiz, birlashtirib turadigan tashkilotingiz Yoshlar ishlari agentligi turibdi. Mazkur tanlov yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, ularning bilim va intellektual salohiyatini yuksaltirish, shuningdek ongli va maqsadli yoshlarni tarbiyalash maqsadida tashkil etildi. Unda yurtimizning turli hududlaridan kelgan eng bilimdon va kitobsevar yoshlar ishtirok etdi. Men o'zim Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tug'ilganman. Men shu yerga yetib kelishimga va shu kungacha, ya'ni aynan o'zim o'g'ilchirin shaxs sifatida shakllanishimga eng katta sababchi bu menga kuch bergan ota-onam, oilaviy muhit va eng asosiy sabab bu men o'qigan kitoblar deb baralla ayta olaman va butun o'zim tengdoshlarimga, aka-ukalarimga, o'zimdan kattalarga ham hamisha kitob o'qishlarini va mutolaa bilan bo'lishlarini tavsiya qilaman. Eng ko'p tushadigan savol va men javobim she'riyat sharti. Ikkinchi marta ham shunday bo'ldi. Ya'ni 10-sinfda birinchi bor qatnashganimda ham she'riy parchadagi so'zlarni topa olmagandim va bundan keyin shu safar shartda topaman deb shuncha o'qib, yodlab kelgandim, lekin bu safar ham afsuski she'riy parchadagi ikkita so'zni ham topa olmadim, lekin aynan mening sharhlarimga hakimlar hay'ati tomonidan berilgan baholar, ya'ni sharhim tufayli ham bu topolmaganligimni yopib ketdi va birinchi o'ringa erisha oldim. Marosimda tanlov g'oliblari e'lon qilinib, ularga prezident sovg'asi zamonaviy BYD Chazor elektromobili topshirildi. Bu e'tirof g'oliblar uchun nafaqat katta rag'bat, balki ular oldida keng imkoniyatlar ochadigan muhim qadamlardan biri bo'ldi. Tanlovda g'olib bo'lishim qiyin bo'lmadi. Ustozlarni odilona baholashi va hamma shartlarda yuqori natijaga erishganim, o'qiganlarim, bilganlarim tushgani tanlovda g'olib bo'lishimga imkoniyat yaratib bergan. Eng muhimi fikrlashim o'zgargani, qarashlarim o'zgargani. Chunki o'tgan qatnashganda fikrlashim umuman boshqacha bo'lgan. Bu yil o'zi hayotdan to'g'ri saboqlar, to'g'ri xulosalar chiqaryapman. Kitob xuddi kitoblar ham hayotdan olib yoziladi ko'pchiligi va shu kitobda olgan xulosalarim hayotga bo'lgan qarashlarimni o'zgartiryapti. Tadbir davomida yosh kitobxon tanlovi yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ilm-fanga mehr uyg'otish va ularni maqsad sari intilishga ruhlantirishdagi muhim o'rni yana bir bor tasdiqlandi.